Mashina haydaydiganlar uchun foydali ma'lumot. Ko'rsanglar afsuslanmaysizlar, sizlarni ortiqcha rasxoddan qutqaradigan narsa, ya'ni balon tanlash. Oddiy bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin juda ham kerak bo'lgan narsa. Men hech qaysi kontentlarda ko'rmadim, balonni to'liq obzor qilib bergan odamni. Qarang, bozorga bordingiz, balon olmoqchisiz. Sotuvchi ikkita savol berasiz. Yaxshi bo'lsin, yumshoq bo'lsin deysiz. Bo'ldi. Sotuvchi sizni o'z-o'zidan balon tushunmasligingizni biladi-da, sklatayotgan balonni tiqadi. Endi qaranglar. Qanaqa balon tanlaymiz, nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Har bitta balonni ishlab chiqarilgan sanasi ko'rsatiladi. Ya'ni 4 ta raqamdan iborat. Ya'ni boshli 2 ta raqam yilda qaysi haftasida ishlab chiqarilgani, oxiridagi 2 ta raqam qaysi yilda ishlab chiqarilgan. Bu balonimiz 2026-yilning 6-haftasida ishlab chiqarilgan, ya'ni fevral oyida. Undan tashqari balonning razmeri tiniq yozilgan bo'ladi. Zavod tomonidan berilgan xususiyatlari bo'ladi. Birinchi xususiyat 5 shumli yuradi, ya'ni ovozsiz, yumshoq, sirg'anmaydigan. Mana bu belgi, bu balon qo'yilsa, mashinaning rasxodi oshib ketmaydi degan ma'noni beradi. Undan tashqari 4 ta faslga mos, issiq kun bo'ladimi, yomg'irli kun bo'ladimi, qorli kun bo'ladimi, yaxli yo'l bo'ladimi, hammasida yo'l beradi. Undan tashqari mana belgi zavod bergan probegi bor. Misol 100 ming, 120 ming, 150 ming o'sha probeg o'tguncha balon tuxum bo'lib, shishga bo'lib ketmaydi degan ma'noni beradi. Bu narsasi tushunarli. Undan tashqari bu balonda shunaqa narsa borki, tog'li yo'llarda, balandpast yo'llarda, yaxli yo'lda ham harakatlana oladigan balon. MS 4 ta faslga moslashgan. Undan tashqari balonning nomi to'liq tiniq yozilgan, ishlab chiqarilgani Germaniya texnologiyasi asosida Xitoyda ishlab chiqarilgan. Yana bu yerda ko'rsatilyapti 4 ta sezonli, ya'ni 4 faslga mos eko stiker. Hozir juda ham bir dolzarb bo'lgan narsa, bu birinchi seriyo, ya'ni ekologik toza. Ayrim balonlar eritilib qayta yasalgan bo'ladi, ikkinchi, uchinchi seriyo bo'ladi. Bunda birinchi seriyo. Bu nima degani? Bu balon yurish jarayonida ekologiyaga zaharli moddalar chiqarmaydi. Baribir bular neft mahsuloti. Undan tashqari mashinaga taqqaningizda balonni mana shu protektor tishlarining xususiyatlari bor. Tishlariga e'tibor beringlar. Juda ham boshqacha. Bu nima vazifani bajaradi desanglar, katta tezlikda tormoz olsanglar, mashina ochiladi. Ochilgandan keyin tormoz olishi mashinani yana ham zo'r bo'ladi. Bu Altair balonlari yurishi yumshoq, probegi zavod tomonidan kafolatlanadi. Plus buni Asko ham kafolatlab beradi. Shu balonda shunaqa narsa borki, har bitta balonda uchiravermaydigan, men bu narsani Michelin balonlarida ko'rgan edim. Bunda ham bor. Mana qaranglar. Balonni foizi 100% holatda turibdi, chunki hali balon qo'yilmagan. Ketdi 175, 50, 25. Balonni rasxod bo'lishini ham necha foiz qolganini ham bemalol ko'rib kuzatib tursanglar bo'ladi. Protektori eng chuqur balonlardan bittasi. Bemalol Asko do'konlaridan 12-razmerdan 19-razmergacha xarid qilsanglar bo'ladi. Keyingi balon qaysi brend bo'lsin, kommentariyada yozinglar, erinmasdan tushuntirib beraman. O'sha balonni olsanglar sizlarga foyda bo'ladimi, zarar bo'ladimi? Foydali ma'lumotlar berdim deb o'ylayman. Sog' bo'lasizlar, avtoshovozni kuzatib boringlar. Bundan ham zo'rlari hali oldinda.